Chunki puli borlar, puli kamlar mingan mashinani minmayapti. Boy odam misol Tiki olib minmayapti, Jiguli olib minmayapti, yaxshi mashina olib minyaptimi? Qandini ursin mayli. Qimmat atir olib sepyaptimi? Qandini ursin mayli. Siz bilan men uyga lampochkani to'g'ri simdan patronni qatirib ilib qo'ygan bo'lsa, u lustra qo'yyaptimi? Qandini ursin. Biz uni pulini tahlil qilmaymiz, faqat bu ibodat ma'nodagi sarf xarajatda insof qilish kerak boylar. Qurbonlikda ham masalan 100 million so'm puli bor odam bilan 3 milliard so'm puli bor odam bir xil qurbonlik so'ysa, bu sharmanda bu. 3 milliard bu degani 250 ming dollar. 250 ming dollar puli bor odam ko'p hozir. Misol demoqchiman. O'sha odam 3 millionga qo'y olsa-yu, 100 million puli bor odam ham 3 millionga qo'y olsa, bu sharmanda. Ani 3 milliard puli bor odamga misol men sizga sharmanda deyman o'sha odam. Olmaysanmi zo'rini deyman. O'zbekistondagi eng katta qo'yni olib so'ymaysanmi deyman misol. Begona bo'lsa, chiroyli qilib aytamanki, agar yaqinim bo'lsa, xuddi shuna tonni aytaman. Zo'rini so'y deyman, alishtir buni deyman. Agar to'g'ri ko'z tanish bo'ladigan bo'lsa, kattarog'ini so'ysiz yaxshi bo'ladi. Chunki Rasululloh aytganlar, qurbonliklaringni katta qilinglar degan hadislari bor-da. Shuni aytgan bo'laman.